Butun dunyo uning sport formasini yo'qotishini kutib turgan bir pallada u yanada yuqori cho'qqilarni zabt etmoqda. Uni keksa futbolchi deb chaqirishayotganida u chempionlikni qo'lga kiritdi. U hech kimga javob qaytarmadi, lekin maydonda o'z so'zini aytdi. Bu shunchaki o'yin emasdi, balki afsona o'z jamoasiga tojni tuhfa etgan kecha edi. U 40 yoshda, ammo ko'zlaridan o't chaqnaydi. U hali faoliyatini tark etgani yo'q, balki ortga qaytdi. Bu g'alabani hech nima bilan o'lchab bo'lmaydi. Axir bunga erishguncha azob, bosim, vaqt sinovlaridan o'tishga to'g'ri keldi-ku. Bugun esa u cho'qqida. Ha, so'nggi zarba edi bu. Bu his-tuyg'ular portlashi edi. Uni tanqid qilishgandi, uni unutishgandi. Cristiano Ronaldo chempion. Bu final uning oxirgi xayrlashuv kechasi emas, balki yengilmas qirolning tantanasi edi. U shuhrat izlamadi, shon-sharafning o'zi unga keldi. Tarix unga barchasini yuzma-yuz ko'rsatdi, chunki u bunga haqli edi. Bu shunchaki o'yin emas, balki tirik afsonaning o'yiniga shubha qilganlar uchun javob edi. Bu birgina inson imkonsiz ishni amalga oshirishi mumkinligiga butun dunyoni ishontira olish edi va u bunga erishdi. Bu futbolchi Ronaldo, u chindan ham afsona.